2 kundan keyin Galiliya o'lkasining Kana yezisida bir to'y bo'ldi. Hazreti Aysoning onasi Maryam u yerda edi. Hazreti Ayso va uning shogirdlari to'yga taklif qilingan edi. To'yda sharob tugab qolganda Maryam Hazreti Aysoga ularning sharoblari tugab qopti dedi. Ana, meni aralashtirmasangiz, mening vaqtim texi kam edi, dedi Hazreti Ayso. Onasi chakarlarga, u sizlarga nima qil desa, shuni qilinglar, dedi. U uyda Yahudiylarning tozalanish dini qoidasini ado qilish uchun ishlatiladigan har biriga 8-9 chelakdan suv sig'adigan 6 tosh ko'p qo'yilgan edi. Hazreti Ayso chakarlarga küplarga suv to'ldiringlar, dedi. Ular küplarni og'zig'icha to'ldirishdi. Ondan Hazreti Ayso ularga yana "Endi buningdan bir chini elib, ziyofat boshqaruvchiga beringlar", dedi. Ular bajo keltirishdi. Ziyofat boshqaruvchi sudan o'zgargan sharobni tetib ko'rib, uning qayerdan keltirilganligini bilmadi. Ammo buni suv to'shg'anlar bilishadi. Shuning bilan ziyofat boshqaruvchi kuyovini chaqirib uningga "Bu sharob pek yaxshi ekan. Boshqa sahibxonalar yaxshi sharobni to'yning beshida quyidi. Mehmonlar xeyli qong'uchi ichgandan keyin nochirini quyidi. Ajab, sen eng yaxshi sharobni mushu chaqqicha saqlabsan", dedi. Bu Hazreti Aysoning dastlabki mo'jizasi bo'lib, Galiliyaning Kana yezisida ko'rsatilgan edi. Buning bilan Hazreti Ayso o'zining ulug'lig'ini ayon qildi. Uning shogirdlari uni Xudoning avatganligiga ishondi. Bu ishdan keyin Hazreti Ayso onasi, inlari va shogirdlari bilan Kapernaum shahriga berib, u yerda bir necha kun turdi. Yahudiylarning o'tib ketish hetiga oz qolganda Hazreti Ayso Yerusalimga bordi. U markaziy ibodatxona hovlilarida qurbonlik uchun ishlatilgan kala, qo'y va kaptar sotuvchilarni ham u yerda o'ltirib pul tekshiradigan kishilarni ko'rib qoldi. Va tonidan qamchi yasab, ularning hammasini qo'y qolları bilan qo'shib, ibodatxonadan haydab chiqardi. Pul tegishtirganlarning shiralarini o'rib, pullarni chekib etdi va kaptar sotuvchilarga "Narsalaringni bu pok yerdan ko'tirish, Xudo otamning uyini bozorga aylantirishma", dedi. Buni ko'rgan shogirdlari Zaburda yozilgan bu so'zni esiga elishdi. "Ey Xudo, sening uying uchun ko'rsatgan qizg'in muhabbatim xuddi ko'yayotgan o'tning o'zidir." Yahudi oqsoqollari Hazreti Aysoga "Bundaq qilishga nima huquqing bor? Seni Xudo avatgan bo'lsa, buni isbotlash uchun bizga bir karomat ko'rsatib boqmamsan, qani?" deb savol qo'ydi. Hazreti Ayso mundaq javob berdi: "Sizlarga ko'rsatilgan karomatim shuki, bu ibodatxonani vayron qilsanglar, 3 kun ichida uni yangi boshdan yasab chiqaman.
Yahudilar Hazreti İsa'nın cevabını düşenmey. Bu ibodatxonaning yasalishi uchun hozirgacha 46 yil ketgan tusa. Sen buni qandoq sizga 3 kunda yasab chiqa olaysan? deb uni masxara qilishdi. Halbuki Hazreti İsa aytgan ibodatxona uning o'z tili edi. Shunga Hazreti İsa o'lib 3-chi kuni tirilgandan keyin shogirdlari uning bu so'zini esiga oldi va muqaddas yozmalarda Qutquzg'uchining tirilishi haqida yozilgan so'zlar hamda Hazreti İsa aytgan so'zlarning tagiga yetib, e'tiqodi texmi kuchaydi. O'tib ketish hayti jarayonida Hazreti İsa'ning Yerusalimda ko'rsatgan karomat va mo'jizani ko'rgan nurg'un kishilar uningga e'tiqod qilishdi. Lekin Hazreti İsa butkul insonlarning qalbini bilgachga ularga ishonmaydi. İnson tabiati haqida hech kimning uningga bir narsa deb berishining hojati yo'q edi. Chunki u o'zi kishilarning ko'nglida nima bor ekanligini biladi.